do'stlar, xudo xolasa ko'chatlarimizga agatlarni olyapmiz. Zakaz qilgan odamlarga zo'r qilib tayyorlab berdik. Maqsadimiz xudo xolasa eng birinchi o'rinda ko'chatni sifati, navi chiroyli qilib tayyorlayapmiz. Katta bog'larda yaxshi daromad olish biz ko'chatchilarga ham bog'liq. Sababi so'tni chalkashtirib sifatli ko'chat yetkazib bersak, xudo xolasa bundan bag'i bo'layotgan O'zbekistonlik bog'lar albatta natijalar zo'r bo'ladi. Ko'p do'stlar uju bo'ylari 1,5 metrga kelib qoldi. Hamma sortdan bor, juda ko'p navi. Bugun nagatlarni olyapmiz. 4 kun 5 kunda xudo xolasa bularni suv ochish jarayonini tashlab boramiz, suv ham ochamiz. Gilos, shoptoli, sliva hamma mevali ko'chatlarda Farg'onalik bog'bondan topiladi. Zakaz qilmaganlar shoshilib qo'yinglar. Sortlar kam qoldi. Zakazlarni pashti yarimdan ko'pini olib oldik do'stlar. Xudo xolasa